Xitoy hukumatı yillardan buyon Uyg'ur diyorida ijro qilib kelayotgan qirg'inchilik mohiyatda Uyg'ur jamiyatini qop beldan o'chtirib o'tishdak maqsadiga to'liq yetdi deb qaralayotgan bo'lib, buningda kishilar Uyg'ur til yoziqi, madaniyati, diniy e'tiqod sohasi duch kelgan vayron qilish xarakterlik buzg'unchiliklarni ko'zda tutib kelmoqda. Bu zulm va bostirishlar bir yoqdan Uyg'urlarning Xitoy haqidagi tushanchisini yangilash rolini o'ynagan bo'lsa, yana bir yoqdan Uyg'urlarning uyushish va qarshilik ko'rsatish xohishini texmi yuksaltirib kelmoqda. Bo'libmi Xitoy hukumatı oshkora o'ttirga qo'ygan yiltizini kesib tashlash, nasabini uzib tashlash haqidagi shiorlar Uyg'ur diyoridagi Osmon Osiyoning Jonghua o'rtaq kimligi barpo qilish nomidagi yangi pallasini yaratayotganda, muhojirat muhitidagi bir qism Uyg'ur yoshlari o'zlarining Uyg'ur davosining izbosarlaridan bo'lish irodasini namoyon qilib kelmoqda. Germaniyada tug'ilib cho'ng bo'lgan Asma Mamtemin va Amina Tursunni ana shu xil yoshlar jumlasidan deyish mumkin. 2024 yanvarda ular ishlagan Biz Uyg'ur temisidagi qisqa video ijtimoiy taratquv supalarida keng tarqalib 10 million odam qatimdan ko'proq ko'rilgan. We are Uyghurs. Of course nobody can guess my nationality. We are Uyghurs. Of course we go to protest instead of school. Ularning bu harakati Xitoy hukumatining soxta uchur tarqatish qilmishiga qaytarilgan apchil javob tariqasida qizg'in olqishga erishgan edi. Shundan keyin ular Uyg'ur yoshlar harakati tashkilotini qurib, o'zlarining bu jihatdagi faoliyatlarini o'xshamagan shakllarda davom qilib kelmoqda. 18 aprel kuni Asma Mamtemin Nyu-York shahrida chaqirilgan Uyg'ur qirg'inchiligini buzish temisidagi ilmiy muhokama yig'inida alohida so'z qilib, ijtimoiy taratqular orqali Uyg'ur davosini ma'lum darajada qanot yaydirishga bo'ladiganligini ko'rsatib o'tdi. Global TikTok generation. Yeah. Because you said like the ban in the US. First of all, I think that it's very important to acknowledge. Biz bu munosabat bilan Germaniyadan bu qatimqi yig'inga qatnashish uchun kelgan Asma Mamtemin va Amina Tursun bilan suhbatlashdik. Siz shu bizning radio anglashtirimizga va televizor ko'rishlarimizga o'zingizni qisqa bir shaklda tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Asma Mamtemin. Men 20 yoshga kirdim. Hozir Germaniyada matematik o'qiyapman maktabda. Germaniyada tug'ilib cho'ng bo'ldim, lekin ota-onam vatanda tug'ilib cho'ng bo'ldi. Keyin 20 yil burun Germaniyaga keldi. Undan keyin bir yildan keyin biz yana Uyg'ur yoshlar inisiativini qurdik, Uyg'ur Youth Initiative-ni. 2023 ning oxirida, ammo 2024 ning 5-ida rasman non-profit organization bo'lib register qildik. Faoliyatlarni o'tkazamiz, masalan, namoyishlarni organizatsiya qilamiz yoki kültür eventlerine qilamiz, bo'lmasa workshoplarni qilamiz. Hozir o'tgan yili 3 workshop qildik. U yerda shu qanday aktivizmni qanday qildik, social media kampaniyani qanday qildik, o'sha narsani paralashimiz, bo'lmasa biz yoshlar bo'lib qanday yangi ideyalarni o'ylaymiz, nima qilaymiz deb boshladik. Benim ismim Amina Tursun, ben 21 yaşga kirdim. Germaniyada tug'dim, ota-onam 20 yil burun keldi. Men kichik bo'lgandan boshlab dadam bilan birga namoyishga berib, Uyg'urlarning dardini o'rganib, kichikdan boshlab dadam menga hamma hikoyalarni gapirib, men narsani o'rgandim. Keyin ozroq cho'ng bo'lganda o'yladim, men nima qilsam bo'ladi. Shunday namoyishlarda so'zlab, boshqa workshoplarda qatnashdim. Keyin Asma menga deb berdimda Uyg'ur Youth Initiative-ni qilamdik. Shunday kirdim. Shundan boshlab biz Münchendan yoshlarni hammasi yig'ib, Frankfurtdagi yoshlarni yig'ib, birga Germaniyada ishlarni boshladik. Yaqinda sizlar sotsial mediaga chiqargan Biz Uyg'ur degan qisqa videolar bo'ldi. Shundan keyin nurg'un Uyg'urlar sizlarni tanidi deb o'ylayman. Qanday bir maqsad bilan, qanday bir tushuncha bilan, qanday bir o'y bilan u videoni ishlab chiqishga olib kelib qoldi. Boshda biz faqat bir namoyishni planlab qildik Münchenda. Keyin Asma do'stlari bilan birga keldi namoyishga. Shunda namoyishdan burun telefonlashdik, o'yladik, nima narsalarni qila olamiz bu namoyish deb. Chunki faqat namoyishni qilsak yetmaydi, chunki juqroq ish qila olamiz hammamiz birga bo'lsak. Shunda bu social mediadagi videolarni planlashdik, qaysi qanday videoni qila olamiz. U vaqtda biz degan qizlar mana shu trend ko'rdim, sizlar mana shu qilinglar deb, shunga u degandan keyin biz u xayol bizda bo'ldi, bo'lmasa biz uni qilmaydik, menimcha. Keyin ba'zan vaqtda shu Zumrasayda bo'lmasa boshqalar bizga aytadi, bunday trend ko'rdinglar, bunday qilinglar, chunki sizlar yoshlar, sizlar baribir TikTokda narsa qilsan, shunga. Ya'ni Uyg'ur uchun ish hisob qildi deb kichkina ishinglarni bu ishni boshlabsizlar.
Sizlarninki mushtaq bir tuyg'uga kelishinglarga nima sabab bo'ldi? Men Frankfurtdan kelaman. Frankfurtdan 1 soatdan jiroq bir kichik bir shaharda turaman. O yerda Uyg'urlar bek az. Biz yan yilda masalan yetlarda Frankfurtdagi Uyg'urlar bilan ko'rishgan tur, ammo bu misol kichik namoyishlarni qilgan tur. Bir qitim Myunxda bir namoyish bordi, u yerga men borgan bordi. Anam meni keyin maktabga tashlab qo'ymay meni poyezddan sig'ab bordi, menga bilet olib berdi. U vaqtda men 13-14 yoshimda edim. Andan keyin u yerga meni Myunchdagi namoyishga avatib, u mening boshlang'ich bo'ldi. Birinchi qitim tuzuk bir cho'ngroq bir namoyishni ko'rdim. Boshqa Uyg'urlarni tanishdim, Myunchdagi Uyg'urlar bilan tanishdim. Andan keyin asta shu boshlab Germaniyadagi Uyg'urlar bilan tanishdim. Andan keyin CFU Campaign for Uyghurs degan 2021 Berlinda ham Den Haagda workshop qilgan. U yerda andan keyin Amina menga degan tayyorlashda bir narsa faoliyat bor ekan, siz qatnashing apply qiling deb. U yerga apply qildim. Andan keyin u yerda bizga birinchi qitim undaq youth activism to'g'riliq narsani deb berdi. Men burun degandek başdan başlap kichik bo'lganimda dadam meni namoyishlarga apadi. Shunda namoyishga qatnashdim. U yerda so'zlashga anglab, hamma narsani anglab, men o'yladim ki men endi jim tursam bo'lmaydi, bir narsa qilsam qilish kerak. Shunda 14 yoshdan 15 yoshdan boshlab men jiqroq namoyishlarga yolg'izmi bordim. Andan keyin meni musorsiz bir narsa so'zlashni boshladim. 2018'da Ruşun apam keldi bizning uyimizga mehmon bo'lib. Biz bir cho'ng bir namoyishga bordik Bryusselga. Boshqa talash yo'qdi. Bizning bolalarga nima narsalar bo'layotganini mening ko'nglim shunday yerim bo'lib, shuni boshlab men dedim, endi hech qachon to'xtamayman aktivizm bilan. Menimcha biz Uyg'ur bo'lgan keyin bizga aslida boshqa opsion yo'q. Hamma Uyg'urlar bizning vatanimizda hozir endi azatlığı yo'q-ku. Shunda biz mayada azat bo'lgan keyin bizning mas'uliyatimiz bu bir narsa qilishga. Aniki men dadam bilan gap qildim, dadamni so'radim. Masalan, ba'zilar menga depadi, sizlar aktivizm qilsanglar, sizlarga menda xatarlik bo'ladi, chunki Xitoylar buni ko'rsa, sizlarning ayliga bir narsa bo'ladi. Shunda jihadamlar qo'qidi. Men dadamni so'radim, bilasiz, qilaymi yo qilmaymi? Chunki bir xatarlikdan anglasam men qo'rqaman tabii ki. Ama dadam menga depadi, hamma Uyg'urlar hozir xatarlikda, bir narsa qilsangizmi, qilmasangizmi, sizning ailangiz hech qachon rahatli yashay olmaydi vatanda. Shunda siz bir narsa qilsangizmi, yaxshiroq bo'ladi. Imkoniyatda va shunda qilavering, qo'rqmang, chiqing bir narsadan, ovozingizni chiqaring, yuzingizni ko'rsang, hech narsa bo'lmaydi dedi menga. Shunlashqa biz degan social medianinki qanday paydalanishini biz tushunalaymiz, algoritmlarni tushunalaymiz, yoshlar nima narsani yaxshi ko'radi, uni tushunalaymiz. Shunga biz degan uni bizniki da'voga ishlatsak, u eng o'ng'ay yerda biz yana bir yordamlashalaymiz. Shunga menimcha biz yoshlar bo'lib, biz degan tixmi aktiv bo'lishimiz kerak, chunki tixmi unday yangi fikrlarni beralaymiz, yangi yo'llarni ochib beralaymiz. Men o'ylayman, vatanimizda hech qaysi odam irodli yashay olmaydi, chunki Xitoylar bizni buzay qilyotidi. Biz bir narsa demasakmi, ular bizga buzay qilyotidi. Masalan, aytdim, qiyra odamlar muboyala hech qachon bir narsani qilmadi, ular hech qachon buzaymi qilmadi Xitoylarga. Biz hech qachon betarda yashay olmaymiz. Biz mayda Germaniyada bo'lsak, transnational repression mayda muba. Ammo menimcha jiq vaqtda Uyg'ur yoshlar undaq u yerga baralaydi ekan, bularga qatnashalaydi ekan, men deb o'ylamaydi deb o'ylayman. Chunki bizda ma'ashlatib, biz Germaniyadagi Uyg'ur yoshlar bek jiq bor. Undan keyin hammasi bir narsa qilsa bo'ladi. Lekin qanday boshlaydi, uni hech bilmaydi. Anki shoshqa masalan CFU-dagidek undaq workshoplar bo'lsa, World Uyghur Congress qilganda bo'lsa, hozir bizmi boshlayapmiz o'sha workshoplarni qilishni. Undaq bo'lsa Tibetlarni bek jiq qildi, u yerga borganda bek inspiring, bek ta'sirlandik. Undaq workshoplarga borsa, u vaqtda ko'rdi boshqa yoshlarni bor ekan, boshqalarni qildi ekan. Asli bek ta's emas ekan. Yo'lni ko'rsatdi ekan bizga, o'sha
Undaq bolsa, o vaqtda menimcha texmi asan bo'ldi yoshlar uchun. Chunki menimcha miyadagi undaq tug'ilgan cho'ng bo'lib yoshlar undaq jiq qo'rqmaydi deb o'ylayman. Masalan, jiq Uyg'urlar mening shahrimda jiq yosh Uyg'urlar bor, ammo u bir-birisi bilan aralashmaydi. Ular maktabga borsa, qaysi odam bilmaydi Uyg'ur degan gap nima, men Uyg'ur degan gap nim degan gap bu ular bilmaydi. Shunday ular Uyg'ur bo'lgan ishidan jiqmi o'ylamaydi, chunki o'ylash bu ish bek tez. Shunday men o'ylayman, biz yoshlarga tushuntirib bilsak, sizlar Uyg'ur bu degan gap nim, sizlar nim qila olasizlar, sizlarning davlat shu bor. Buni tushunish kerak boshda. Anan keyin ular tushunsa, men Uyg'ur bu aktivizmning nasli avtomatishmi keladi, chunki ular o'ylaydi, ki men o'zimning davlatga nim qilsam bo'ladi, ammo boshda tushunish kerak bir davlat bor. Sizlar shunday yaxshi chiroyli Uyg'ur so'zladinglar, bayam dedingiz. Siz Germaniyada tug'ilib cho'ng bo'lgan. Sizmi Germaniyada tug'ilib cho'ng bo'lgan? Germaniya degan endi german tili mutlaq ustunlikni egallaydigan davlat tili bo'lgan, hammadan shu tilni ishlatadigan bir til endi. Uyg'urlarning uning ustiga Uyg'urlarning soni yo'q. Siz bir Frankfurtda yo kichik bir yerda yashaydigansiz, Uyg'urlar yo'q yerda. Myunxenda Uyg'urlar to'p post qanchalik bor bilmadik. Shu jarayonda hozir bildikki, sizlar germancha so'zlaysizlar, ingliz so'zlaysizlar, turkcha kalimalarni angladim, gapinglardan. Turkchani yaxshi so'zlaygandek qilyapsizlar. Endi shu Uyg'urcha o'rganish, bilish, ash tillarni o'rganishinglarga ta'sir ko'rsatdimi yoki u tilni o'rganishinglarga foydali bo'ldimi yoki aksicha foydali bo'lmadimi demoqchi. Rahmat. Dadam anam olsa bek xush bo'ldi. Mening ata-onalarim biz uyda gap qilsak, biz faqat Uyg'urcha gap qilamiz. Ba'zan vaqtda acham akam bilan germancha gap qilib aralashtirib o'tamiz, ammo lekin asosiyatdan Uyg'urcha gap qilishtirishimiz uyda. Ham boshqa til o'rganganda germancha bilan inglizchaga undaq hech bir narsa bo'lmadi, bir effekti bo'lmadi, ta'sir bo'lmadi. Men birinchidan boshlab Uyg'urchani o'rgandim, Almanchani o'rganmadim, chunki dadam dedi, endi eng muhim tili Uyg'urcha bo'lgan keyin kindergartenda Almanchani o'rganalaydi. Shunda men kichik bo'lganda Uyg'urchani gap qildim. Kindergartenda endi yangidan boshlab bir yangi tilni o'rgangan, men o'ylayman, menga bak osonroq bo'ldi tillarni o'rganish. Masalan, men endi 7 tillarni gap qila olmayman. Men o'ylayman, bu Uyg'urchadan boshlab keldi, chunki Uyg'urcha birinchi til bo'lgan keyin, u Uyg'urcha bek tez bir til bo'lgan keyin, menga boshqa tillar endi osonroq ko'rinyapti. Bundan keyingi ishlaringlarning texnik natijalik bo'lishini tilaymiz, sizlarga utuq tilaymiz. Mush fursatdan foydalanib, sizlar bilan taqdimotlik yoshlarga deydigan yurak so'zinglar bormi? Menimcha boshlanglar. Bir narsa bilan boshlanglar, jim turmanglar. Masalan, maktabinglarda gap qilasan, undaq prezentatsiyalarni qilib maktabinglarda boshlaysan, yoki bo'lmasa faqat do'stlaringlar bilan gap qilasan, ultima to'g'riliq. Bo'lmasa namoyishlarga qatnashasan, yoki bo'lmasa TikTok, Instagramlarda storyga paylashasan, bo'lmasa o'zinglar video qilasan. Bo'lmasa boshqa Uyg'ur yoshlar bilan birga yig'inib bir narsa qilasan, jiq narsa qilasan. Shunlashqa jim turmanglar deb dey. Menimcha yoshlarga mening degan gapi bo'ladi. Hammamiz ching turib, birga Uyg'ur bo'lganini fahmlanib, deb ishimizni endi birga qilib, hamma davlatlardan yoshlarni yig'ib, bir narsa maslahatchib qilish kerak. Chunki endi cho'nglar ishni yaxshi qilyapti, tabiiyki, ammo cho'nglar bir kunida to'xtab, bizning ishimiz bu bo'ladi. Shunda endi buni o'ylab, o'zimizning ailamizlarni, vatanimizni o'ylab, birga ching turib qilish kerak.